Bugungi videoda bizlar Climb and Jump Tower o'yinini o'ynaydigan bo'lamiz. Yo'qotib ketdi. Bu o'yinda asosan bizlar yuqoriga chiqishimiz kerak. Mana yuqoriga. Shundan yuqorida meni tangam bor. Pulim, ya'ni undan keyin meni kubogim bor. O'tga mana shunaqa qilib chiqsak, biz uchamiz. Mana shu yerda sakragan nubning rasmi turibdi. Uning yonida pul turadi. Agar любой yerdan sakrasak, bizlarga pul tushadi. Avvalambor aytib o'tay. Agar kim men bilan qo'shilsa, mana shu pitomchilardan любой sizlarga berib boraman. Aytamanki, любой berib boraman. Mana million botdan ochganlarning barchasi bor. Eng asosiysi, menda eng legendarniy bo'lsin. Mana shu mantisni berib yuboraman sizlarga agar men bilan qo'shilib o'ynasanglar. Bu o'yinda asosan men mana shu bayroqni olganman. Mana. Mana shu turibdi. Meni akam mana shu qanotni olgan edi. Lekin hozir mana shu qanotning tagida qanotni olgan ekan. Asosan men ikkinchi yerdadirman. Bu yerda auto climb deganni bosib qo'ysanglar, o'zi o'sha yergacha bora oladi. Mana chetda yerning rasmi, Parijning rasmi, minoraning rasmi. O'sha yerda men uchib boryapman. Next o'yinning boshida, yo'q. Qotadi garib. Qotadi endi videoda. Qarshi men bu videoni men ikkiga bo'lsammikin deb turibman. Hozir men telefon meni sal qotadi shunga. Go, agar ikkinchi qismini kutatinglar bormi? Kommentga ikkinchi qismi deb yozib beringlar. Hamda men mash hayit oyida men 50 ta obunachiga yetishim kerak. Go, bolalar, tezroq obuna bo'laylik. Go.